Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 5-apreldan 12-aprelgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 6 va 7-aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 5-dan 7-aprelgacha 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5 va 6 va 10-12 aprelda 8-13 daraja iliq. 7-dan 9-aprelgacha 6-11 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 20-25 daraja iliqdan 12-17 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-dan 7-aprelgacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 8-dan 12-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 5-dan 7-aprelgacha 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5-dan 7-aprelgacha va 11-12-aprelda 10-15 daraja iliq. 8-aprelda 10-aprelgacha 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 23-28 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 8, 9 va 12-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6 va 7-aprelda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5-dan 7-aprelgacha va 12-aprelda 10-15 daraja iliq. 8-dan 11-aprelgacha 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 20-25 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 6, 7 va 10-11-aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5 va 6-aprelda 12-17 daraja iliq. 7-aprelda 10-15 daraja iliq. 8-dan 12-aprelgacha 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 24-29 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 10 va 12-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. 6 va 7-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5 va 6-aprelda 12-17 daraja iliq. 7-aprelda 10-15 daraja iliq. 8-apreldan 12-aprelgacha 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 22-27 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 5 va 6-aprelda 5-10 daraja iliq. 7-dan 12-aprelgacha 3-8 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 12-17 daraja iliqdan 3-8 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. O'zingiz asrang, xayr, salomat bo'ling.